Hem de adırma şu yakın yıllardan buyon şu vatanga g'arbdan bo'lsin, nereden qaytayotganlarning ayırdıramdiki ta'sirli ko'rinishini jiq ko'ryapmiz-ku. Maqsadlik. Yani maqsadlik bir ko'rinishda. Ko'rsatgandaki hammamiz yig'ilib başta ko'rganda. Ben bu ko'rinishlar Qozog'istonda uzun yildan buyon Qozog'iston shu fuqarosi kitfatdaki dadisi Qozoq, onasi Uyg'ur. Shuningdan tug'ilgan Qozog'istonda hammasi Qozog'iston pasporti bilan balları şu yerda tug'ilib, ashna bo'lgan birisi bilan paranglashib qoldim endi. U mana shu o'tgan yil vatanga kiribdi-da endi. Oradan mana shu 15 yildan ortiq vatanga kirib boqmabdi ekan. Ya'ni endi mushunda bir xalqninki kirgan vaqtida bilganki ko'rinishlar haqida gap qildi menga. Ma'lumot berish sifatida dedi menga. Men ashna bolalarım bilan kirdim. Bolalarım vatanga kirib boqma, hammasi Qozog'iston pasporti. Hatta bir bolasi meyib ekan. Aşına kirgendeyken aşı bu halka yığılayotgan bu ko'rinishning hammasi yolg'on dedi yani. Bunu aldı bilan aşı tuqqanlarning qishig'i chiqarishdan burun 6 oylik ekan o'ziniki. 18 saatdan ortiq men vatanga hech qanday siyosat, namoyish hech bir narsa yo'qdim deydi hamda. Aşağıda kirib shunchalik sat tillab aşı savol so'rab ayrim akirib qo'yib, men kichik shu bolalarim bilan akirib qo'yib qarang'u akirib birden Uyghur kirdi, birden Xitoy kirdi. Shunda og'izni buzib tillab shu. Hatta ko'ysab qo'yib mutud deydi. Sen axloqing, sen qachon chiqqan, nima qilgan qazin. Hatto Turkiyaga mancha yil Turkiyaga beribdi ekansan. Turkiyaga kelgan ekan burun. Turkiyada kim bilan ko'rishding, nima ishing va u deb hamda. Yani qarab turdim yani savol so'roqlar shu. Hatto Xitoychini bildi ekan u shu qiz bola. Shuning bilan u deydi ekan-da. Ben Xitoycha paranglardim shu. Biz mana uzun to'g'izayli buni uyda da başa chiqaribman. Bu kichik bolalar bo'lgandan keyin buni shu birdamdan keyin yana necha soatdan keyin ixro qilishga boshlaydi deb oralarda Xitoylarning paranglashganini qilgandek bilibdi, tushunib andan keyin shu Uyg'ur g'alchiga, Uyg'ur Xitoyga deb o'tibdi endi. Saqchilar uchun bir-birisiga. Deyishgandan keyin Xitoy chiqib ketgandan keyin andan keyin men uning dedim deydi Uyg'urcha. Akam shuna qilamsiz, men yillardan buyon kelib boqmagan tursam bu Urumchiga. Men shuna aran keldim, hech qanday ishni men aloqam yo'q, men siyosiy binosi qilib boqmadim hayotimda. Men qo'yayotin deb shu saqchiga Uyg'urga yolvurdim deydi. Andan keyin o'zini degandan keyin shu yig'lagandek bir gap qilibdi. Oldidagi hamma saqchining kamera bor ekan, shu nimasida suratga olgan. U kamerasini itib etib, ta'sirlandi deydi. Onun kendi onun işi öğütüptü. Sen Xitoychani bilsangmi, hiçbir zaman qat'iyan bilmaydigandak turib ol debdim. Sen Qozog'iston pasport bilan kelgandan keyin bir og'iz sendan 1000 savol so'rasam, ha deb bilmayman deb turib ol deydi. Sen o'zingni asla turmagan nadi, masalan, men sana yordam qilay deb uning kendi ayni debdim. Shu keyin chiqarib o'tibdi. Hatto deydi-ku, aksi shu 6 oydan G'uljidan kelib kutib olish uchun ayrımını saqlab turibdi ekan başta. Saqlab turib chiqmagandan keyin hamma odam chiqib bo'ldi, chiqmagandan keyin saqchilarniki ichida kim qoldi deb yerim kecha kutdi, bak kecha kutib. Ichida kim qoldi degandan keyin shu Qozog'istondan kelgan manchi bolasi va shu qoldi, shuni so'roq qilyotdi u bu deb anda deyishgan teshidagi saqchilarning deyishgan parani aksi sirtda saqlayotgan odam anglab qolib, menim tutib keta o'xshaydi deb aksim shu aman tashlablam qochib ayrımdan chiqib ketdim. G'uljiq ketibdi aksim. Yani beni singlimdan tutib olibdi hamda bolalar bilan birga deb qo'rqib men bu yerda saqlab turaversam meni makr ketmasin deb ketibdi deydi. Keyin anda yerim kechadan keyin anda chiqadi. Chiqqandan keyin teshig'i chiqib akamni ketib olibdi, keyin boshqalarning telefon bilan telefon qilib uning keyin o'zim bordim deydi G'uljiga. Ashunda bir jarayonni ko'ribdi. Bularni yig'layotganlarning hammasi kulib tallab elanganlar demakchi. O'yin uchun tallab elangan. Quchoqlab qilganlarning hammasi allaburun qanchadan savol so'roqdan ötüp çıkıdı dep şon dedi. Sınaqlardan ötüp. Onun nurgun va'dalarini berip Xitoyga andan chiqirganligini dedi hamdi. Menga bek bechorchi bilinyotdi. Ya bu haqda. Bechorlar chet ellarda shuncha uzun yashapmi erkinlikdan huzur ip baxmapti-da, ya'ni kallasdagi Xitoyning qurib qo'ygan zindondan chiqarmaganlar. Shu. Hamda shu
Yana bir sualımız kelsek hem de G'arbda olsun, Türkiye'de olsun nurgun teşkilatlarımız faaliyet kılıvatkan, onun içinde siyasi faaliyet kılıvatkan dini cemiyetli var, siyasi cemiyetli var, medeniyet, kişilik hukuk, ballarının mektebi degendek hem de. Bunda teşkilatlarımız var. Siz bir jurnalist bile süptünüz bilen bu teşkilatlarının kılıvatkan hizmetlerge elbette yakından köztümüz, kolumuzdan kelgençe biz. Muş hizmet uslubu bugünkü muşu zamanıvi dünya muşu diplomatiya nemesiga qanchalik moslashyapti yoki moslashalayapti deb qaramsiz yoki bir chambarakdan chiqolmay dunyoning hamma yerlik tashkilotlar yani o'z o'qidi ko'rdayotgan shaklda ko'ramsiz yani. Endi o'zimning xalqarалық cho'ng yig'inlarga qatnashish va shundaq o'xshamagan davlatlardagi ommaviy va yoki siyosiy tashkilot rahbarlari bilan uchrashish, suhbatlashish jarayonidagi ko'rganlarim, anglaganlarim asosida so'zlasam, haqiqatan bizni isloh qiladigan nurg'un taraflarimiz bor ekandi. Shu misol olsam, Amerikada shu musulmonlarning yillik yig'inlari bo'ldi-ku. Shu Sharqiy Amerikada boshqa, G'arbiy Amerikada boshqa degandek o'zlarining circle deydi. Shundaq bir cho'ng yig'inlar bo'ldi. Bu yerda diniy bilimlarni mukammallaydi, yoshlarga ularning uchrashish fursatlari bo'ldi, cho'ng leksiyalar bo'ldi, tabliğlar bo'ldi. Minglagan insonlar keldi hamda bu 2-3 kunlik bo'ldi bunda cho'ng faoliyatlar. Shulardan bir qanchasi qatnashdik. Shunda his qilganim har xil millatlarning, yani dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning bolalarini, yoshlarini ko'rsiz ilqi. Ashada xizmat qilayotganda, maoshsiz o'zligidan ashada xizmat qilib ham o'rganayotgan. Qarsangiz o'rta maktab yoki oliy maktab o'quvchilar, uning ichida bir Uyg'urni ko'rmaysiz. Bizmi 10 minglagan inson bo'lib qoldik chet ellarda. Ama aşındaq sorunlarda hiç Uygurlarını uçurtamaysiz. Uygur teşkilatlarını uçurtamaysiz hatta Müslümanlarının özlerinin nait ilmi, nait doğru yolda elip bağın Amerika hükümeti tarafından qo'llangan, qo'llanışqa erişken şundaq bir yaxşı faaliyetler. Demekçi bizning şu xalqaradagi Müslümanlar bilan mu ancha aloqamizni yaxshi quramig'imizning ifodasi. Asha yig'inlardimi ko'rinib turdi hamda. Onundan başqa şu xalqarалық cho'ng yig'inlardagi sistema, ya'ni mehmonlarni qarshi ilish, ularni o'rinlashtirish va yoki ularning nutqlariga qanday yordamda bo'lish, bularni mush butun faoliyat jarayonida o'zini alayda bir insonlar alayda taklif qilgan mehmon qilib his qildirishga munosabatlik nurg'un taktikalar, nurg'un kichik xizmatlar bor ekanda. Mushlarning hammasi shu volonter o'quvchilar bolalar qildi ekan. Ben o'ylab ketdim şu vaqtda, mushundaq cho'ng fursatlarga Uyghur tashkilotlarini iltimos qilib, biz 10 balimizni avatsaq, biz 20 balimizni avatsaq deb amaliy xizmat jarayonida o'rgatsak bu davoni. Har xil davlatlardan quvvatida tirishyapti Uyg'urlar. Yoshlarni demokratiya bo'yicha tarbiyalash va yoki boshqa siyosiy dava bo'yicha tarbiyalash degandek o'xshamagan kurslarni olib bordik. Ammo amaliy mashg'ulot qilish fursati bermayapmiz u bolalarga. Masalan, o'zimizning Dunyo Uyg'ur qurultiyining va yoki boshqa yig'inlarda yoshlarga topshirishni o'rganishimiz kerak. Uni mustaqil qilish, bunda fursati bermasangiz hech qachon o'rganolmaydi. Ular hamkorlikni shu xatolashib turib o'rgandi, bir-biriga "Voy, sen meni xato qilib qo'yding, men senga yordamlashay" debchi. Shu menimcha shu praktik qilish, ya'ni o'gitlarimizni ishg'ollarga sulab va yoki ma'lum davlatga olib borib, ularni uchrashtirib, dars berib, uyqusi kelib ketadi albatta u bolalarning ba'zida har xil tillardagi mutaxassislarni akilib, ularga so'zlatmak oson gap emas. Ularning ajrini Alloh bersin. Ammo amaliy bir mashg'ulot bo'lmasa, ashballa o'zininki qanchalik saviyasi bor, shu Uyg'urlarning olib berayotgan faoliyatlarda qanchalik o'zining yani qimmatini o'zining nimasi ko'rsatadi. Onun bir fursat yaratib bersak, texmi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Yoshlar ishinaylik, ular bizdan yaxshi qila oladi hozircha. Ular ko'p tillik, ular shu tug'ilgan davlatlarning tillarini bizdan yaxshi bildi. Xo'sh. Masha sirtlarda tug'ilib o'sayotgan bu yoshlarimiz. Men bularga bak ishinaman. Yoshlar, men bolalarimga qarablar, mana ishinaman-chu. Qila oladi bular cho'qim.
Biz baribir bu dava uzun mezgillik dava deb davatımız go. Baribir bizden keyin ular kaldı. Hem de biz peshqadam deb atalgan va uzun yillik da'vogarlar va yoki şu Uyghur mustaqillik uchun kuch qiytiyotganlarning amdiki vazifasi tajribalarimizni ularga o'rgatishdan boshqa ularga fursat yaratib berish. Shu.